Assalomu alaykum. Hurmatli Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanimizga keldik. Biz Qarasu mahallamizda xalqimiz oldiga keldik, chaqirgan ekan. Yo'limizni ta'mirlab berishini so'raymiz deb murojaat qilyapti. Qani ketdik. Zo'rmisiz, charchaysizmi? Ishlaringiz zo'rmi? Ravshanboy, xalqimizni yo'llarimizni ta'mirlab berishini so'rayman deb chaqirtirgan ekansiz, keluvdik shu. Endi aytdik, endi mana ko'chada ham yashab bo'lmay qoldi. Juda ham naqulay chang mana yaqinda kran o'tkazamadi, undan battar bo'ldi. Oldingi battar edi, undan ham oldin. Bahor oylarida yomg'ir yog'sa, mana shu ko'llar g'ozlar bemalol yashashgan bilan 6 oylab mana yerlarda. Shuning uchun bir yuqoridagi kattalarga bir iltimosimiz mana shu bizda ham bir tinglab mana shu yo'limizda bir katta kanal. 3 yil 4 yildan beri asfalt bo'lmagan, ha? Asfalt qilib bersa, oyoqqanamiz loy bo'lmay maktabga borardi, ishga borardi. Farzandlarimiz yomg'irda kuni loyga botib, Shunday bo'lyapti. maktabga, bog'chaga olib borishga qiynalyapti. Shunday bo'lyapti. To'g'rimi? Raso bo'lyapti. Mana hozir o'tayotgan mashinasini changitadi, kechasi ko'chaga yotib bo'lmaydi. Yoz oyi changda hozir ko'chaga yotish kerak. Ko'chaga yotadigan malda ham o'tolmaymiz. Uyda ham yotamiz, derazalarda. Assalomu alaykum. Mana ko'chamizning ahvoli shu. Kranlar kolib tashlagan, suv o'tkazamiz deb. Ko'proq loy, qishki kunlari loyda bolalarni it bilan chiqarib, asfaltgacha chiqarib qo'yamiz. Ahvol shu. Juda kerak mana bolalarning kelishini qarang. Bir mashina o'tib ketadigan bo'lsa, butun changni ostida qolib ketadi. Ha. Iloji bo'lsa shu yerga asfalt qilish O'zi Qarasu mahallamizda sanoqli 3 ta 4 ta joy qolgan ekan. Asfalt bu qilinmagan. Boshqa joylar bo'lgan, 4 ta 3 ta ko'cha qolgan. Barcha juda yaxshi bo'ladi. Katta trassa ko'chalarimiz yantog' mussorga to'lgan, tartibga olinmagan. Shundaymi? Faqat mana shu ko'chani asfalt qilib bersa, bolalar qiynalmaydi, keksa odamlar bor bu yerda. Yaxshi bo'lgan to'g'ri. Rahmat, assalomu alaykum. Faqat buni o'zlar gapirdi. Mana shu ko'chani fil bo'ldi. 20 yillardan vaqt ketgan bari. Asfalt bo'lmaganiga. Yo'q, umuman. Mana shunday yomg'ir yog'sa, mana yo'llar chirta bo'lib, bocharlarni mana yoqqa ko'tarib chiqarib qo'yamiz uni asfalt katta ko'chaga. Maktabga boradi, bog'chaga boradi, misol nevaralar. Mana bachchalar kelyapti, mana qo'rqoq yo'l ko'rib turibdi mana. Yaqinda ko'rib deydigan bu yerda. Endi bilmadim, kattaga yordam qilasizlar endi bizlarga mana. Mana shu mahallaga ko'chib kelganimizda 30 yil bo'ldi. 30 yildan beri ko'chalarimizda ahvoli qishda loy,